Mana qaranglar, tapichkalari вообще ajoyib ekan. Hozir men sizlarga xonamizni room tour qilib beraman. Bu yerda mana уборный. Qaranglar, bularchi hamma joyga shunaqa gulchalar qo'yib qo'yishar ekan, hidi gupillab turar ekan. Mana qaranglar sizlarga. Bu yerda mana shkaf, bu yerda mini bar suvli, bu yerda boya supermarketdan olgan mevalarimiz. Zo'r kesib qo'yishdi-da, yegimiz kelib oluvdik. Bu yerda kattalarning kravati, ya'ni bizning kravatimiz, aytganimdek, o'sha guldan bu. Bu yerda bo'lsa muslima uchun kravat, divan, bu yerda shunaqa stol, bu yerda kechqurun gaplashib o'tiradigan joy ekan. Mana bu yerda jungli. Bu yerda sizlarga men xudo xohlasa ertaga yorug'da ko'rsataman, ishoninglar, вообще chiroyli. Bu yerda cho'milish uchun basseyn. Shunaqa gaplar. Endi biza bitta dam olmasak bo'lmaydi. Hozir mana shu kravatga yulduz bo'lib yotib, qotib uxlayveramiz. Keyin yaxshilab dam olib, ertaga sizlar bilan aloqaga chiqaman.